Əlimalım bək çıraylık meyngip çıktı kızlar. Bu kız balının şu körepleme yaz peslerinin tuluk yitip gelgerilikini görgende kulavatı mı? Sizni görep mak kızlara bak. Göz aldım namayen boldu hazır. Lindayu mu balçay mı? Akçana dep durmamman yana. Buldu sorma ya. Qani kızlar. Ondaqda biz bugün kimlarni kutib olamiz? Qanday qiziqarli ishlarga duch kelamiz? Biz o'ylamagan qanday savollar chiqa? Sizlar bugun qanday savollarga tayyorlik qilib ko'rgansizlar? Bu tarbi menga hozircha noma'lum. Lekin biz kutib olgandan keyin uqamiz. Qani ekran qaraylik. Yaxşımısınızlar dostlar? Ben Abdurrahim Abduveli'den hemminglarga mehrlik salamlar bolsun. Bu yıl 26 yaş kirdim. Kasbim aşpaz. Qo'shimcha unidor sodisi bilan shug'ullanaman. Odatda ish qilganda yaxshi qilish emas, eng mukammal qilishni yaxshi ko'raman. Ham turmushimda mukammallikni yaxshi ko'raman. Bugun el sahnasiga qatnashishga maqsadim bo'lsa, turmushimni mukammallikka ega qilish uchun keldim. Qani sahnamizda Abdurrahim. Ekran oldida ko'raman do'stlar. Hammanglarga güzel Maral Besh diyardan kelgan Abdurrahimdan mehrlik salom. Nayt xushal kayfiyat sahnaga chiqdingiz. Rahmat sizga bizga xushal kayfiyat ato qildingiz. Abdurrahim qizlar mukammallikni qo'g'ilishir ekan. Demak biz mana tutib turib so'raydigan savolninki bosh nuqtasi men sizlarga deb beray. Undaqda mush qizlarning ba'zilari haqiqatan mukammallikni qo'g'ilishidi. Ba'zilari undaq emas. O'zingiz ayirib oling. Qani. O'zaro tushunish bosqichiga kiraylik. Bo'ldi. Qizlarning so'raydigan savol bo'lsa, boshda so'rasa. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz turmushdami, ish qilishdami, mukammallikni va qo'g'ishgansiz. Sizning nazaringizdagi mukammallik qanday bo'ldi bizga deb tushuntirib beramiz. Bo'ldi. Mukammallik deganimiz bir ishni qilgan vaqtda qo'lning uchi bilan oddiylik qilib qo'ymay, shu ishni qilishdan burun o'ylanishib, bu ishni o'zi yaxshi ko'rsa, davomli qilish qilib ketishni chaqlasa, shu ishni astoydil ko'ngil qo'yib, qilgan ishni mukammal bir ish deb qarayman. Turmushga qarata unda bo'lsa mukammal turmush deganingiz qanday bo'ldi? Mayli muhabbatlashish bosqichida bo'lsin yoki to'y qilgandan keyin bo'lsin, shu ikki taraf mukammal odam bo'lmoq uchun bir-birisining kamchiliklarini to'liqlab, bir xil mukammal qilib ketadigan turmushni mukammal turmush deb o'ylayman o'zimcha. Siz hozir o'zingiz men mukammal deb o'ylamsiz? 100% mukammal demasam, ish qilib 80% mukammal deb o'ylayman. Qizlar qo'ydigan talabingiz bek mukammallikni qo'g'ilishmi yoki odatdagida qizlar bo'lsin bo'laveramdi? Qizlar qo'ydigan talabim bo'lsa, bek mukammal emas, lekin normal bo'lsa bo'ldi. Rahmat, savolim tugdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hozir sizning turishlik o'rningiz qayerda? Urumchida. Urumchidami? Nima kasb bilan shug'ullanasiz? Oshpaz. Oshpaz? Hozirmi osh xizmat qilyapsiz? To'g'ri. Ham tomoqni yetishni yaxshi bilasizda? Yo'q, hamma tomoqni yetishni bilmayman. Milliychi bizning o'zimizning lag'man, so'man, milliy tomoqlarimizni yetishni bilman, lekin mening kasbim g'aribcha. Masalan, oylik kirimingiz qanchalik? Hozircha 5000. 5000mi? Siz men elchisekizga chiqibsiz. To'y, masalan, to'y tayyorlig'ingiz bitib qoldimi yoki biroq qizni yoqtirib chiqib ketgandan keyin andan keyin yurib yiqib bir mazgil andan to'y tayyorlig'ini qilamsiz? Hozir to'y tayyorlig'im bitmadi, lekin bir qiz bilan yurib, bir-birimizni tushunishgandan keyin to'y qilsak deb o'ylayman. Bundan burun muhabbatlashib boqqanmidingiz? Boshqalarni yaxshi ko'rib boqqan, lekin muhabbatlashib boqmagan. Ko'nglingiz izhor qilib boqmaganmi, yaxshi ko'rgan edingiz? Albatta, sarqagan. Tunji qatim bir ko'rib, lam yaxshi ko'rib qolgan. Muhabbatlashib boqmadingizmi 26 yoshga kirguncha? Yo'q. Vah. Qizlar ko'pincha vaqtlarda burun men bir yozmadan o'qigan, rasmiy yig'ildigan sizlar deb beqinglar. Qizlar bir yigit bilan muhabbatlashib qolsa, shu yigitning tunji yigiti ham eng oxirgi yigiti bo'lishini, o'zining shu yigitga nisbatan tunji qiz do'st ham eng oxirgi qiz do'st bo'lishini umid qiladi ekan. Rasmi? Men shunday umid qiluvchilar qatorida, lekin sizlarning arzuyinglarni anglamay turib, rasmi shunday deb hukm chiqarishga xijil bo'ldim. Sizlar shunday o'ylamsizlar? Mana qizlar bugun agar sizni birаз tanlasa, siz uni tanlasangiz arzuyiga yetgidek. Siz ularning tunji uchratgan va oxirgi qitim uchratgan yigiti sizga nisbatan u qiz tunji qiz do'st ham oxirgi qiz do'st bo'lib qolg'isi deb turaylik. Bir nuqtaga diqqat qildinglarmi? Men Maral Beshidan dedi.
Maralbeshi degan bu yurt bizga shu ataqliq san'atkorimiz Abdulla Abdurim aka, Ablat Ablikim aka, Mumja akamlarni birlashtirib, ilqi xuddi mush dangliqlarimiz shu yurtga bir marka chaplab qo'ygandek san'atkorlar ko'p chiqirgan jumut, chunki bir oiladala buncha bola aka inalarning chiqib bizni faxrlantirishi Maralbeshiga nisbatan tuyg'ularimizni uyg'otgan. Maralbeshida san'at ishtiyoq urg'ib turdigan deb qolamiz gayda. Undaqda sizchu Albatta, men bir Maralbeshlik bo'lgandan keyin albatta shu san'atni yaxshi ko'raman, ammo nima ish qila olasiz? usul o'ynay olmayman. Undaq bo'lsa, o'zingiz yolg'iz o'ynashni yaxshi ko'ramsiz? Beqishib bir qizlar bilan o'ynashni yaxshi ko'ramsiz? Albatta, qizlar bilan o'ynashni yaxshi ko'raman-da. Qizlar bilan shu 6 qizlarla o'ynashni o'ylamsiz yoki bir qizlarni tatib o'ynashni xohlamsiz? Birisi bilan o'ynasam bo'ladi. Hamma o'zingiz tating, ha? Qani, musiqa qo'yib beraylik. Haydi bilemdik ya. Qamlashmidi, bu yolg'iz qoldi. Siz usulingizmi yoki qizlarni uchib ketish qamlashmidi? Qizlarni uchib ketish qamlashmidi. Men shunday o'ylab qoldim. Xil aktiv moslashib beratdinglar, qaragansiz siz odamni xato tatib qolgandek tursiz. Balkim chiroyli salom usul o'ynay olmayman deb shundaqmi beoram bo'ldi. Lekin Rozi Iziz naqshchimiz aytgandek, ko'zlarimiz uchrasa yarasdidan kulsana deb ancha-muncha kulibmi qo'ydi bo'lmasa. Qani, Abdurahim, mush mukammallikni qo'g'lashganligingiz uchun qizlar usulni oxirigacha o'ynamiz, ko'nglingiz yerim bo'ldi. Albatta. Sizchi bo'lgan shu pauzdan boshlab chiroyli gulim degan yerlardan qaz chiqarib o'ynayotgan bo'lsanglar bo'lardi-ya. Undaq bo'lsa biz davomlashtiraylik qizlar. Abaydım özüm usul oynayamıyorum. Şu fakat pek oğaysızlanıp kaldınız. Əsə çıxıb getməkdə mən qəti usul kəməydi çox qopdurum. Əndikən yəni bir sual sorab baxsam, sizdən kəsbiniz aşpazlıq dediniz, əndikən qəribçi tamaq dediniz qo. Doğru. Qancha işinizdən başlap öyrəngan? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Mən qayerdə öyrəngəndiniz? Ürümçi Leyli sarayda. Əmdi mənim kəsbim müştərəbə əlaqədar kəsib, mən özüm üçün o falan işləyirəm, bəlkə anlığan boğaydınız o məktəbni. Şu məntıq sizni. Nima kasb bilan shug'ullanasiz? Mən qəribçi tort bizeş. Tort bezash. Yaqin kelib qoldi ekan haqiqatan bu, ha? Siz necha ishingizdan boshlab o'rgangan? Mən öyrənib 4 ildə yox. 4 yil. Ko'nglingiz to'yibla tatdingizmi nima? O'xshash bir kasbdagi qizni. Qarasam, xili sho'xdek ko'ringanda. O'ynayalanib desam, usul o'ynashga cho'qim sho'q qiz bo'lish kerakmi sizcha? Yo'q. Ko'ngildagi qiz bo'lish kerakmi? Ko'ngildagi qiz bo'lish kerak. Mana. Ha, qizlar, davomlashtiraylik. Ishqonlarni so'zlatib versam, endi oning xurishni qanchalik saldi, necha gram shakar qo'yib, qancha gram moy qo'ysak bo'ldi deb, men qiziqishim bo'yicha darslarga qatnashib ketmay, ha, qizlar. Yaxshimisiz Abdurim? Yaxshimi? Siz mushu kasbni qilish jarayonida, masalan, xaridorlarni rozi qilmay, masalan, tomoqlaringiz o'xshamay, ranjib boshlab fikrlar tushgan ahvollar bo'lganmi? Bo'lgan, albatta bo'ldi. Qanday bir taraf qildingiz? Kechiring, bu tuzliq yoki tuzsiz har qanday bo'lib qolgan bo'lsa, sabablik bizni o'tibdi deb qayta o'qishib qilib. Demakchi o'g'lim sizlarga pek bir xil xushxuy ko'rindingiz-chi, men qanday ko'rinyapman? Sizmi? Shunday xushxuy ko'rinyapsiz? Rost gap qiling. Rost gap.
Lekin neymiş usulga meni tatmaysiz da? Shunda o'ynag'im batdi. Bu yoqqa kelib tas qatmay chiqib og'ili oldiram. Rahmat. Lala bak uchiqyorum. Yaxshimsiz. Sizga yaxshimsiz da? Yaxshi, yaxshimisiz? Siz qiz do'stingizniki kiyinishiga qanday qaraysiz? Qandaq baholani kiyinsa yaxshi ko'ramsiz? Qandaq kiyinsa yaxshi ko'rsiz deysiz qo'y singlim. Albatta, zamonga moslashgan intayin moda, chiroyli kiyinishni yaxshi ko'raman-da. Bek ortiq talpim yo'q. Farg'ona. Siz qarchash qizg'amroqmi, seriqchash qizg'amroqmi? Albatta, qandaq bo'lsa bo'laverdi. Siz hamda Beklik so'p, seriq yoki ko'k emas. Tabiiy ranglarda qandaq rangda bo'yasa, uningga boshqa fikrim yo'q. Anadan sirt, siz hamda oshpaz kasb bilan shug'ullanibsiz. Anandikin mush kelgusidagi jo'ringiz tomoq etmis bo'lamdi sizga. Siz o'zingiz qilib bera olamsiz shu ishlarni. Tomoq etmis bo'lmaydi. Cho'qim mening ayolim bo'lgandikin kunda har kuni cho'qim tomoqni itib tayyor turish kerak emas. Menmo undaq har kuni mening ko'nglimni olma, meni xushal qilma deydigan qizlarni bek yoqtirib ketmayman odat. Oy, Fatbat, lekin bugun men tomoq etishda xushaqmatdi yoki xogo yeb kelsak yoki bir qahva ichib kelsak deb shundaq yalak opralaydigan qizlar bo'lsa, bo'ldi mencha. Qizlarning aykilishi uchun siz cho'qim uningga shu darajada bexatarlik tuyg'usi beraliginingizda u qiz dunyoni unutgan asosda sizga aykiliyalishi, o'zining tuyg'ularini ifodaliyalishi, Ali Ma'lumning so'zi bo'yicha aytganda o'zini rohat holatga akilaliganda oldingizda. Uningki siz talab qilgan tuyg'uni chiqara olish kerakda. Demak, chavak ikki qo'ldan chiqqanga o'xshaydi. Hamda Ali Ma'lum bir savolim tug'ilib yotibdi. Bu savol nima deganda, mush elchi programmamiz bir netsam bo'ldi. Uda mush chiroyli singillarim tomoq etishni yaxshi ko'ramsiz deb layliqi. Burun o'g'illar bizni savol so'rasa tomoqning masalasi chiqsa jiddiylik etamaganlarimiz ha etalayman deyishni yaxshi ko'ratdik-da. Chunki bu biz qizlar uchun qilishlik tegishli ish deb marka qilib singdirib yetibdi-ku opalarimiz. Endi garchi yeshimiz bir 20-30 yosh emas. Necha yoshli farqlandirmish qizlar bilan masalan ba'zilari bilan-da. Lekin o'xshash davrda, o'xshash makonda yashayotimiz. Qarashdik o'xshamaslikmi va yoki navbatdagi qizlar ilgirliganda o'g'illarning tomoq yetishini talab qilyapti. Hamda bag'an sir odamlarning idisida o'zgarish bo'ladi. Tomoq yetishlik ayollarning deydigan bo'liq. O'lik darajadagi bir xil sistemlashib ketgan ideyaning barbara suslashib, erlar tomoq yesin bo'ldi ekan deb bir turkum avangard erlarning ancha-muncha tomoq yetishga agishib, buni ko'rgan boshqa qizchaqlarmi, voy, o'g'on bolammi, ermi tomoq yesa bo'ldi ekan, bu bizning vazifamiz emas ekan degan bir yuzlanishning shu bir ifodalanishi shu. Hamda tomoq etishni besim qilib olishning hojati yo'q amaliyotda. Odam chuqum tomoq yeydi. Hamda hozir erlarmi chuqum sen tomoq etsan deydigan tiptim emas. Unda olgandan keyin meningcha bu ishlarni hal qilib ketgan bo'ldi. Ham ba'zi qizlarning ko'z qarashida tomoq eta oladigan erlar bir xil noyatda yiqimliq. Hamda shu tomoqni etgankan, masalan, shuning harakatidan uning yana boshqa nurg'un jihatda shu ayolga bir xil moyillik, yumshoqlik, bir xil illiqlikni his qilish kerak-da. Bo'ylab tomoq etish emas, tomoq etish xarakteri orqali yana boshqa nurg'un xarakterlari menimcha ba'zi qizlarga bir xil yiqimliq, bexatar tuyg'u bas kerak deb qarayman. Shu butun mamlakat miqyosida ko'rish qizg'inlik qo'zg'agan bir kino bor. Sudachang deb dada ayol tugab ketgandan keyin bolalarga yo'lni bilish, bolalarni o'rinsiz xat qilish yoki bolalardan kelgan besimlarni ko'tarish jarayonidagi qiziqarli voqealiklar tasvirlangan. Mushuningda Sudachangning qizi bir oshpaz bolani yaxshi ko'rib qoladi. Bu oshpaz bola dal bugungi zamondagi qizlarning nazarida mukammal bir er. Lekin u kino. Turmush boshqa. Qoida hayot boshqa, sizning talab qilganingiz boshqa. Endi shuni singib kirish kerak. Elchi programmasi singish qadamlaringizning tunji bosqichi. His qilyotgansiz, oila tarbiyangizni qabul qilgan ba'zi nuqtalar bilan chiqqan bolalarningki tuyg'ular o'xshamayotadi va yoki o'xshab qelyotadi degandek. Demak, har joylardan keldik, har xil ideya bilan, har xil ko'z qarashlarni sahnaga olib keldik. Endi jug'ur baqimiz, qani, jug'urish boshlansin.
Ama şu kızlardan opçu bir soru sorup baksam, şu kızlarning şu o'zining masalan manga yoki boshqa o'g'illar bo'lsin, şu to'y qilgandan keyingi yoki bo'lmasa, şu to'y qilmoqchi bo'lgan yigitiga bir qanday talablar bor yoki manga jumladan hozir shuni bir anglab baksam. Sizga qanday talabimiz bor desangiz, men shaxsan o'zim siz yo bir ishlarni xiyol qilamsiz, yo mijozingiz shundoqmi? Men o'zim deb o'tganak, siz nima chaqqan, titik, jonliq, sizning saynib turish nimangizni men yoqtirmadim. Shunchaki alaqi o'zingiz xos emas bunday aytgan vaqtida. Shuning uchun men shu yaxshi titik, gapni joyida qila oladigan, mayaqdan qismayaqdan ha deb inkosini yaxshi qaytara oladigan balaga amroq men shunday odamni yoqtiraman. Lekin usulga tatgan vaqt xil tetik ko'ringandi. Ha? Tatqilib tatdi. Shu hozir xiyol chukib ketdi. Mayaqdan deb. O'zini izlayotdi singlim. O'ziga qaytyotdi. O'zining ehtiyojini bayqavatdı. Hem öz ihtiyacıyla sizlerin ihtiyaclarını bağlap yıkıvatdı ameliyatda. Siz tetik emasma? Tetik? He. Arkana bir uğal aldın, ben tetik şok dep oylayma özlemni. Şoksuz şunaqma. Şun şok durup, lekin muhabbetleşiş tazrak tecrübe toplaş dikkat kılamaptı eken size. Yok, tecrübem var. Lekin ben özlemmelik hakikaten yaktırıp kalgan, ko'nglim tushib kalgan kızlarni, ikki kızlarni yaktırıp kaldım, şu ikkisini men uzun yıllar qo'llashgandim. Masalan, bu ikki qizga qanchalik vaqt shu vaqtda masalaning kimda ekanligini bayqadingiz? Qarshi tarafda. Qarshi tarafda. Nimishqa? Qarshi taraf bir o'g'il boldan ko'ngli azar yeb, naq ayrilib ketgan vaqtlar menga qilib kelmas, shunga. Naq payt ekan to'q bo'lmasa. Shu payt ekan to'q men bu qo'shib olgandim, lekin shu o'g'illar o'xshatamapti-da. Demek o kızdan mesele yok ki. Ko'nglini beremepti. Bu mesele olmaydı. Şunak o ha? Doğru. Ko'nglini alamagandan azroq mesele mendan bor. Ha. Nadia? Abdurimjon abay siz ko'nglini alamay qapsiz o qizning. Asli bizchi bo'lganda mesela biz qizlarg'u. Bizchi bo'lgan chaqda dal ashuna vaqtda biz yana bir odamga muhtoj bo'lmoqchi bo'lib, men muhabbat tarafda boshqa tarafda emas, muhabbat tarafda ehtiyojimiz bor, ashuna muhtoj bo'lmasa, mishta bo'lsa, mening ko'nglim yerim hozir mening ko'nglim belki yerim debchi, o'zimizga bir to'liqligicha bir odamni izlaydik. Aş vaqtda siz bakrak aktiv bo'lib, ash qizninki abay alimalim dedi, sal qilinroq bo'lgan yaxshi debchi. Ash holatni siz davomlashtirganmisiz, cho'qim ash qizni keltira oladingiz. Lekin siz uni qilmabsiz. Agarda menga maktabda qo'yib bergan bo'lsa, sizni men margiz tanlamaydim. Men u vaqtda sizni izchilam rad qilib etdim. Siz chunki bizni qoyil qilish kuchingiz yo'q bo'lib qolgan, ojiz bo'lib qolgansiz. Shuning tarafda abay do'stimiz degandek, sal tetikroq, jonliroq bo'lsangiz, qizlarning ko'nglini yaxshiroq ola olasiz. Rahmat. Balkim. Alimalı, kızlarını qayil qilish kuchingizga sal ojizgan degan masalaga qanday qarasak bo'lar? Endi qizlarning o'lchim bo'ladi-da. Qizlar xuddi cho'ng daraxtni degandek o'g'illarning vujudidanmi shunday bir xil uni yomg'irdan, bo'rondan saqlay oladigan bir daraxtning simasini izlaydi-ku. Shunga o'g'illarning shu paranglashgan vaqtidagi qizlarga bo'lgan ta'sirini demekçi, o'ziga bir xil tuyg'uni, ma'jab deb. Hamda butun dunyoda qizlar emas, o'g'illar emas, har qanday bir odam kuchli narsaning yerda turishni orzu qiladi. Ba'zida biz hamda odamlar o'tirsida kuchli ojizlik bekchiq farqlanmasmi? Ammo odamga beradigan ta'sirda farqlandi. Ba'zi odam kuchli ta'sir beradi, ba'zi odam ojiz. Shunga ba'zi qizlarning shunday deyishning sababi shu. Hamda bu inimiz amaliyotda asli bizga bergan ta'sir mundadek tug'an bilan amaliyotda bu bola yana boshqa bir dunyo bo'lishi mumkin. To'g'ri. Balkim shu sahnadan tushsalar bu bola balkim nayt o'zim dedim emasman, har qanday bir baldan tetik men sho'x deb. Hamda bayotin degandek mukammallikni qo'g'lash men dedim emasman, mukammallikni qo'g'lash men deganlik xatolikdan qo'rqaman deganlik. Odatda ben mejuyi bilan bu to'yanjing deymiz.
ishlarni aql so'zish. Ikkinchisi bu ayibnishdan, qo'rqishdan kelib chiqadi. Natijada xatolik o'tkazmayman deb o'zini to'liq joriy qildirolmay, to'liq ifodalanmayotgan gap. Shuna bu baladan texim ichkirilib g'idiqlasak, menimcha bu balaning ba'zi yoshirin kuchlari chiqish mumkin mana. Agibimni anglabman, tishlar aqrib ketdi mana. To'g'ri. Undaq bo'lsa bu g'idiqlashni menimcha qizlar savollari orqali barpo qilgan yaxshi. Chunki men g'idiqlasam, bakrak g'idiqlab yetib, yoshirmoqchi bo'lgan savollarga javob berib yetib qolsa, men Abdurahimga yuzgilamay qolmay. Bu baldan konkretni amaliy obyektiv savollarni jiqroq so'rang, subyektiv emas, obyektiv jo'liq. Manda degandek. Udul so'ranglar demoqchi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz hozir ishlayapman dedingiz-ku. To'g'ri. Shu xizmatingizni qilaverishni o'ylashyapsizmi? Bundan keyin o'z oldingizga biror ashdan g'arib tomoqxona ichishni o'ylashyapsizmi? Yo'q, bu xizmatimni davomli qilaverishni o'ylashmadim. O'ylashmadim. Ashta bir o'z oldingizga ichish orzuyingiz bormi? Bor. Rahmat. Sen o'zingni kullamchi xaraktering bormi? Kullamchi deb qaramsa? Bor. Veshi kullamsa normalmi? Normal kullayman. Sen shu qizda sening kullishingga hech qanday asos bo'lmaydigan ahvol ostidami kullamsa yoki bir harakatidan kullamsa? Masalan, ba'zi erlar va baka bunda turib o'ylab kullab kelgan. Sen o'ylaysiz nima deb. Bu bunda xarakter. Ba'zilar va ba'zi harakatlardan hamda bir o'g'il bola gap qilsa yoki odamni tifin gap qilsa yoki kuchirish qilsa, harakatidan keyin kullaydigan. Sen qanday kullaydigan? Albatta men harakatidan keyin kullayman. Sen muhabbetlashmay turib qanday bilding? Yo'q, muhabbetlashib qolsam, chuqum uni men pek yaxshi ko'raman emasmi? Yaxshi ko'rgandan keyin boshqalarning uningga gap qilishidan yoki bo'lmasa boshqa o'g'illarning paranglashini albatta men yoqtirmagandan keyin kullayman. Demak, normal darajadagi kullash. Endi Abdurimning vujudida mushtaq bir titliq bor. Meni bilanmaydi debchi. To'g'ri. Bu bola doimiy isbotlash xarakterdagi men shundoq bir odam deydigan. Shun kelgusida bu bolaning taraqqiyot istiqboli meni sinoat yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat. Abdurimjon, siz o'zingizningki shu o'zingiz eng yaxshi ko'radigan mijoz xarakteringiz bilan o'zingiz eng yaxshi ko'rmaydigan bizar bo'ladigan xarakteringizni bizga bir deb boqamsiz? Bo'ldi. Bu intayin yaxshi savol bo'ldi. Mening o'zimning bizar bo'lgan taraflarim bo'lsa, boshqalar ma gapni desam nima deb qolar yoki men ma ish qilsam boshqalar nima deb qolar deb, shu boshqalar nima deb qolar degan taqsoydan chiqamay ikkilanadigan tarafingizdan bizarsiz. Qaysi tarafingizdan huzurlanasiz? Yana bizar bo'lgan yana bir tarafim bor. Bir ishni to'g'riliqini bilsam, masalan, ilm olimning yoki boshqa muallimlarning leksiyalarini anglaganda shunchalik hayajon bilan zodi mush ishni qilib yetaman, zodi men deyman, lekin uzun bir ishni izchil davomlashtira olmaydigan mush ishimdan bizar. Sen o'yining kichik ekansiz. O'yining kichik. To'g'ri. Nechinchisi? Eng kichigi. Eng kichigi. Ota-onangiz bilan bo'lgan munosabatingiz qanday? Intayin yaxshi. Yaxshi. Xo'sh, undaq bo'lsa men bir yaqinda atrofimizda yuz bergan bir dilo misoli orqali ko'pchilikka bir savat so'zlab berishga patiyildan taklif qilaman. Ma'lum bir ota bola bu oilada ana tugab ketib qolgandan keyin munosabat izchil yaxshi bo'lmay, oxiri kelishim orqali ota bolalikdan voz kechishibdi. Lekin kunlarning birida buvay salomatlik yor bermay o'g'ilning beqishiga muhtoj bo'lib qolgandimi, o'g'il bizda kelishim bor. Ayni vaqtda biz ota bolalikdan ketishib ketgan. Men shunga o'zimning bolalik majburiyatimni ado qilmasam bo'ladi debdi. Sizcha bu yigitning javobi qonunda putasab tura olamdi? Dodi bilan o'g'li o'tirishi tuzgan ota bolalikni bekor qilish kelishimi davlatimiz qonunidagi belgilamalariga xilof. Bu farzandningki ota-onasini beqish, uning holidan xabar olish majburiyati bo'ladi. Endi bu yerda bu dada hozir yashinib qopti, salomatlik ahvoli yaxshi emas ekan. Bunday ahvol ostida o'g'li dadasiga qarish kerak, holidan xabar olish kerak. Endi bu dada bola bo'lgandan keyin o'zaro kelishib shu bola dadaga qarasa,
dadasının halidan xəbər alsa boludu. Əgər bular oturusida ixtilaf keskin bulup, şu qattiq kelishib qilish imkoniyati bo'lmasa, dada şu oğlunun üstüden sot məhkəməsiga əvəz qılsa boludu. Əlbəttə əvəz qılğanda hamda şu oğlununki şu üzüge bolğan qaraş məcburiyyətini ada qılıb, haldın xəbər eliş haqqı berişni, balılıq məcburiyyətini ada qilishini tələb qılıdı hamda. Tələb qılıb əvəz qılsa boludu. Əlbəttə bu qandaşlıq münasibətini bekar qılınmaydı. Şununğa şu ahvaldaki dada şu oğlu bilen hamda kelişənməsə bevasita sot məhkəməsiga əvəz qilish orqali özününki hüquqini qoğdusu boludu. Rahmat Patilada, Qarang Abdurahim, biz siz bilan qizlar o'tirisida ko'rik. Demak, bu nuqtada siz o'zingizni tamoman yaxshi ifodalashingiz kerak, ham shuni tirishchilik ko'rsatib berishingiz kerak. Qandaqdir siz ilqi yemchikmi qaramasdan hozir aylanib nishoningizni yo'qotayotgan beliqqa o'xshab qelyapsiz. Va hozir o'zingizni ilqi mukammal ifodalayman degan sari kayningizga yenyapsiz. Biz og'amcha tatib yiqyapmiz. Qizlarmi shuningga munosib sizdan nima so'rashini o'qimay, ilgirki savol chiqqan takror savollar qayta chiqyapti. Qarang, men Nadiyam sizni Abdurahimjon deb savol so'radi. Hamma qizlar Abdurahim desam, Nadiya Abdurahimjon deyotdi. Shu tuyg'ularga diqqat qilmayapsiz. Dadillik bilan ifodalaysiz, kimni yoqtirsangiz. Surat bor deyman. Aldık bir dey. Yaxshimsiz? Bugün kechda yoki atikcha vaqtingiz bo'lib qolsa bir uchrashish chiqib bir tamoq yeyib paranglashib qolsak bo'lamdi. Mayli. Halini mehmon qilmasangiz bo'lmadi. Halimalim cho'qim. Sizga ayt yaxshi bir fursatni o'gitib qo'ydi. Qanday tutishni, fursatni qanday tutishni o'gitib qo'ydi. Shunga mayli dedingiz-a? Endi o'zingizlar deyish bilinglar qolgan vaqt, o'rin, nima yeyish degandek masalalarni biz aralashmaylik-a? Lekin bir gap qilay. Cho'qim qo'l qo'yamdiq deb so'raydi. Ya. Tamoq yesak bo'ldi, necha kungacha. Lekin bilan turib chiroqni o'chirayotay hamsa. Anki o'chirayotgandan keyin tushib, anki paranglashib tomoqlarni yeb o'zimiz bir tushunish baqaydi. Yo'q. Yo'q. Chiroqni o'chirayotman. Chiroq yo'riq tursin, undan keyin paranglashib tushunish qilsak bo'ldi-ku. Endi chiroqni o'chirish uchun emaski, sen tanlayolmaysan. To'g'ri. Hali, yer ikki qiz gapiga tutib qo'ysangiz, ma sahnaning mau chiroq mayoqqa, buni palas ustiga deydigandek turdi, rostchanlikka. Nisida masala yo'q, birinchinisida masala yo'q. Isbotlanishida. Bammejuy aynda bo'ldi-ku. Xato so'zlamay, qallisda xato so'zlamayman lan bo'lgandan keyin ketdi. Bu qizol o'chiramdi, o'chamamdi, bu o'zining tanlashi. O'chamisa xarakteri o'zgarib, seni rasmiy qabul qilgan bo'ldi. To'g'ri. Bu qiz faqat hamda sen bilan bir vaqt tamoq yeyishga qo'shildi. Faqat sening jur'atli qaldi degining uchun, ash badal uchun erishgan mukofoting avo. Ham u tamoq yeyish jarayonida qanday qiladi tushunish bu vaqtning ishi. Sen hozir kichik bir qadam olsa, shu bizning davlatimizdami tuman minglik safar bir qadam bilan boshlandi, bir qadam bilan oxirlashadi deydigan ulug' gap bor. Bir kichik qadam olamiz. Juma bo'ldi. Endi men qizlarga Abdurahimjon xalamang huquq berdim. Ta'tir sanaq uchun sanayman. Abdurahimjon xalamang huquq berdim. Ta'tir sanaq uchun sanayman. 3 2 1 Endi men o'zimning soyasidan chiqolmay, yashab emasdan bir jur'atli holda bir chiqay deb albatta mustahaniga qatnashgan edim. Bu men sana deb qo'yayin. Sen meni qanday qil, birisidan chupib ketmas, chiroqni o'chamsin. Buni ko'rgan odamlar 100% seni yaxshi gapingni qildigan bir turkumadan bo'ladi. Yomon gapingni qildigan bir turkumadan bo'ldi. Gapingni qilmaydigan odamlar bo'ldi. Ko'rmaydigan odamlar bo'ldi. Shundaqmi? Mening opamdek ish og'rib ketganlar bor. Shundaqmi ya? Tushundim. Mayli, ekran oldidagi do'stlarimiz va inkas rayoniga to'xtamay biz uchun yaxshi so'zlarni yezib qo'l kalmayotgan sevimli do'stlarimiz qanday inkaslarni yozishdan qat'iy nazar men ishonaman, qo'llamaydiganlar qaraganda qo'llaydiganlar yana ko'p. Bo'lmasa programmamiz izchil bundaq yuqori ko'rish nisbatida
tomoshabinlarning ko'ngliga yoqmagan bo'ladi. Izchil tomoshabinlarimiz programmamizda nimani izlayotdi? Chin haqiqiy turmushni, qizlarning orzusidagi yigit bilan o'g'illarning orzusidagi jononni izlayotdi. Xo'sh, orzuyingizdagi qizga hamon bir kuni uylanib, baxtingizga yetishingizni umid qilamiz. O'zingizni yangilingizni ayt, yaxshi tunji qadam bo'libdi. Oxirgi qadamda muvaffaqiyatlik birisining qo'lini tutqaysiz enim. Bo'ldi, rahmat. Shu sahna orqali ikki qiz gapim bordi, shu devasam. Shu mening kentimning oxirisida hech qanday kent yo'q. Maral bizning cho'nqirchoq deymiz. Shu yerda shu Urumchidan berib, bizning noyimizdan berib 2-3 yilning yoqi biz bilan intayin japa mushaqqatlarni bil tatgan shu xizmat ko'ribsizlarga ular intayin japa chekdi. Shularga bir sahna orqali rahmatimni bildirasam, barcha jumladan men undan boshqa barcha dehqonlar nomidan shu Janubiy Shinjongning har qaysi kent yezillarda japalik ishlayotgan shu xizmat guruhlarga chin ko'nglimdan bir rahmatimni bildirasam. Mushundaq gap qildingiz. Rahmat sizga. Gap qila oladigansiz bo'lmasa, keyinroq aytildigansiz siz asliya, lekin vaqt e'tibori bilan biz endi mishada uzutimiz sizni. Bo'ldi. Kechiring. Yo'q. Xayram sening ishlaringiz muvaffaqiyatli bo'lsin. Yurtingiz qaytganda xilvat makondagi qarindoshlarga bizdan salom. Bo'ldi. Xo'sh. Yaxshimisizlar do'stlar? Shu Elchi programmasini yoqtirib ko'rayotgan ko'rman do'stlar. Bu qatim mening Elchi sahnasiga qatnashib, garchi hamma mayir chiroqni o'chirayotgan bo'lsa-mu, buning hech vaqasi yo'q. Men intayin qalbidagi olib tushib ketdim deb o'ylayman. Ali muallimning hamda boshqa ustozlarning yaxshi taklif fikrlarini oldim. 1000 chaqirimlik yo'lga tunji bir qadamni ilish kerakligini his qildim. Uningdan boshqa shundoq yaxshi bir programmani yo'l qo'yib, shuningda orqa safda japalik ishlatgan kamera madaniyat tarqish shirkatiga, uningdan boshqa shundoq yaxshi bir programmani qo'llagan barcha shirkatlarga rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Xilvat makonlarni aslatib qo'ydi-ya. Mening kentimning keyinda boshqa kent yo'q dedi. Demak, Maralbishning eng chat bir kentidan kelibdi bu yigit. Endi biz ana shundoq chat yezilarga, makonlarga joylashib hayat tirikchiligida o'zining qimmatini ifodalayotgan barliq ishchan do'stlarimizga Elchi programmamizning ko'ngli sifatida tuvandagi chiroyli naqshini hadiya qilamiz. Billa anglaylik. Biz tunuşkan şu kune cayda bile oturgan orga kara tudi küzüm hasretlik yaşka şunca baxtli idi küllerim şunca köngülüm idi turmuşum sebepsizler ayrılıp kettu lekin uçmedi muhabbet sürgün. Her günü akşam kolumda gitar sana atar nakşa okudum şunca kılsam kılçı bilmedim muhabbetimni kubul kılmedim bana bek bu şirin küller emdi herkes kayıp gelmeydi ayrılıştı gel bek
kelmeydi ayrılış digen bek azap iken canını kıyar aram vermeydi. Dostlar, ben Nicat Cümaxun buluman. Bu yıl 35 yaş kirdim. Kasbim Navay. Kasbimni intayin yaxshi ko'raman. Kasbimni yaxshi ko'rganga o'xshash turmushimni suyman. Men o'ylayman, har qanday bir kishi o'z qilgan ishga yaxshi pozitsiya bo'lganda, cho'qim uningdan yaxshi natija erishadi. Men bugungi elchi sahnasiga nihoyat astoydil muomala qilib keldim. Ishonaman, bu sahnada cho'qim nihoyat yaxshi natijalarni qozonaman. Qani, alqishimiz bilan sahnada kutib olamiz. Yaxshimisiz? Yaxshimi Ali ustoz, yaxshimi Badilda o'zingizlar. Yaxshimi qizlar qanday o'zingiz? Yaxshimi qizlar, yaxshimi to'g'rimi? G'ulji tarafning matnlarimiz kiyinib bo'ladi. Azroq bilamay qoldim. Shuna tez salom qilyaptingizmi yo anqaramay qoldim? Mesela tezroq. Tezroq yap qolamsiz odatdami? Nonnim tez yapamsiz. Dehshat. Qon bo'lqaz oshqozoq og'riydi lekin. Qon qilib bo'lmaymi? Pishirib olamsiz. Navoiychilik qilayotgan qanchalik bo'ldi? 5-6 yil qoldi. Mush chashpasini qo'yg'il qanchalik bo'ldi? Buni qo'yganim Urumchi kelgandan yaqin 2 yil qoldi. 2 yil. Qanday qilsak bunday chashpasini yaxshi ko'rib qoldingiz? O'zim uchun shunday qiziqib qo'y. Shamdan kinolarni yaxshi ko'ramsiz? Ha. O'zingiz pek yoqtiribsiz qaragan, lekin yarishibdi. Qani qizlar, o'zaro fikr almashtirish bosqichiga tezroq kiraylik-a. Yaxshimisiz Nijat? Yaxshi. Hozir sizning ma turqingiz rostga qilsam, dadamni eslatdi. Dadam yosh vaqtlarida naqmishda jur'atli chichinashda qo'yib burutliq. Ondan keyin rasmlar bor ko'rma, hozir tuyab ketdi, 10 yil bo'ldi. Ilaqi bir labashtalar, ushluq oyoqlar kiyib oladi. Hozir u labashtalarni biz kiyyapmiz. Demakchi o'g'lim, shundaq bir xil dadamni eslatdingiz. Mushtaq chiqqiningizda xush bo'ldim. Ondan keyin siz 80-yilning bir xil style. Ha. Balinxo style'da sinash kompyuter mushtapni mening nimish qilib kelyapti bilatamsa. Seni julib elib kompyuterga selib. Ha. Bir ranjam bor degan har xil kiyimni kiygizimda, chash boshlar. Ay ranjang selib bir o'zgartirib o'tgan bo'lsa, ma qizvalning ko'zidan lap bidlar shu. Yey deb ketdi. Mama bo'pti endi. Yaxshi ko'rgandiki o'zing. Rahmat. 35 yosh kirib siz muhabbat to'q baqanmisiz? To'q qilmadim, muhabbat baqam bir qitim. Bir qitimmi? Nima sababdan olib ketdingiz, zapasiz bo'lamdi? Endi shu kelishamay. Masalan, qanday kelishamay? Qanday kelishamay degan joyda shu masalan paranglashdi. Endi masalan aloqalashishni qilib. Sening gapingni anglamadimi yoki masalan sening gapingni anglamayman-da. Ha, mening gapimni anglamaydi degandik. Udingmi? Ha? Udingmi o'lmadim? Ay yo'qay, qizlarni o'g'illarni. O'sa qolma. Ayol kishini uyg'on er degan to'l ojiz er hisoblanadi. Intan ojiz odamning qildigan shu. Andan keyin siz o'zingiz to'y qilmoqchi bo'lgan qizlarga masalan qanday talabingiz bor? Endi o'zi rostchi bo'lsa, o'zi ko'ngli yaxshi bo'lsa degandik. Yaxshi bo'lsa, ko'ngli yaxshi bo'lsa. Mush olti qiz bolning ichidagi kim eng chiroyli ekan? Yo'q, ay menga vaqt bor chiroyli taqib turgan. Ha? Ay menga vaqt bor. Menga vaqt bor? Bilmas men sana. Alisa qiyin savol so'rab qo'ydi-ya. Shuning bilan javob nim bo'ldi? Hammasi chiroyli ekan? Hammasi chiroyli ekan. Ha. Hammasi bo'ldi. Nima uchun mush chash bo'lsin qiziqib qoldingiz? Endi turib o'zim chash bo'lsin qiziqib qoldim. Kiyim kiyishni men sahnada bunda kiyganman. Pastda buni kiymayman. Qanday kiysiz? Shushan. Chichim uzra qo'ysam, shushan keltirsa deydi. Meningcha sen chechingni hargiz o'zgartma. Chichim nima? Ya hargiz o'zgartma. Hammamiz cheching bilan qolgandan keyin, demak fut qozondim degan gap. Chechingni o'zgarsanlar, diqqat qilmaydi. Mush chechingni davomli taraqqiy qildirsang, taraqqiy qildiganki o'zgartirib bo'ldi, mush bo'ldi. Bunday qilma Nijat. Bunday qilma. Tozor bo'lib kelyapti mening. Ali ma'lum, erlar buruk kiydi. Onun degan shiblet kiydi futoga. Onun degan nima uchun oq paypoq kiydi? Endi shu 80-yilda oq paypoq moda bo'lgan. Oq paypoqcha moda bo'lgan. Chunki o'g'an balning paypoqning oq bo'lishini bir xil pokizlikning simvoli bo'lib qolgan. Ham bag'an sir har qanday bir moda bo'lgan narsa keyin lavzlashidi emasmi? Endi hozir kostyum bilan oq paypoq kiyish
mududan qolgandan keyin g'alit ko'rindi. Ammo yana 10 yildan keyin yana shu mudu bo'ladi. Masalan, burun yog'ochda yasalgan narsalarni ishlatdi odamlar. Mudu uchun emas. Keyin taraq qilib tumi, silyo, rinzo nasl chiqdi. Endi hozir yana qaytadan yog'ochga tushdik. Mana shunda aylandik. Shunga ba'zi odamlarning kiyinib tanlashi shundoq bir o'zining xohish bo'ladi, yaxshi ko'rishi. Sening masli yo'q, senda nimangda hech qanday masli yo'q. Burutlini qanday topqansan degan narsa. Burut nima? Burutning kichik otini qo'yib kelgan. Bali burutmi? Ha. Epaqmiding? Yo'q. Sen bir xos birsen tipkensan, sen bir tip deymiz shu mundaq bir odamlar. Dukuning nerede? Dukuning Tunfanlon olqishdi. Ya aniqda men borman. Tunfanlonning qishida. Ma ko'rk nasida. Mashadin ikki biket keldi. Müşahidin şikipiket, ben çokum berip sen bilen bir parç resim düşüp, benimki sen bir tip, sen bilen yaxşı mung düşüme, cima? Oldu. Mundaq, bayatın əleymi deydik o 10 yılda bir moda almışdı dep. Naitdi dаңlıq bir kiyim lahiylik üçüden bir aylan sorapdı. Qandaq kiyimler moda buludu dep. Sen sandıqını jığıva depdi. Sandıqını jığıva 10 yıldan keyin sandıqını örüvet. En aslından çıqqını moda buldu depdi. Demek modanın kayıtlanmasını muşundaq söz bilen ifadələpdi ki. Məyil Necatның yürüş turuşu, hazırlık zamanı düşsün, o özü moda dep oylapdı. Qaranglar Çeçen abay başlama yaqıqandı şunda çıraq, əmdima yaqıb beqinə. Yaqıb beqinə. Bildi mana, özü yaxşı gördü, özü erkin buldu degen gap. Şundaq o? Doğru. Necatның söyündiğen taraflarımız var ki. Özünün xaslığını saxlap yaşab etibdi. Modaga geçmepti, özünü moda dep oylab etibdi. Әмді мұш қызларының чаш болсын тоғырық сізін бір сорап еткен Necat. Бәзді модаға geçidi, бәзді моды yartıdı. Sen modu yartıdığan bir tipke tip degen bu bek çoğun gepma o. Kızlar kanlar valvalarını yaxşı görürsüler. Boy egiz mu, boy pakan mu degendik. Mesela yuvaş mu, şoqraq mu? Siz yuvaş qatar kiramsiz, özünüzge nisbeten. Ben özlemesmen sen yuvaş. Yuvaş mı? Mən yaxşı gördüğən tipdiki, məsələn, meni toy qılmaqçı bolğan ko'nglimdagi bala cho'qim uzluksiz tirishadigan bo'lishi kerak, pokizratlik yurishi kerak, mas'uliyatchan bo'lishi kerak, oilasiga sodiq bo'lishi kerak. Men yaxshi ko'rgan bola hamda cho'ng suhbat, sho'q, hamda pokiz bo'lishi xohlayman. Ammo sening bo'y turuqingmish 4 numaralı qizning yaxshi ko'radigan bo'y turuq. Sendek bo'y turuqdagi odamni yaxshi ko'rdi. Bek semiz emas, uruq, egiz, ha? 4 numaralı qiz. Ha? Bo'y turuq bo'ldimi balning? Shunday yaxshi. Benim demekçi boğunum, siz özünüz pek ahgöngel, şunchaki qamlashgan, xili adam qirgan chaqda rauz mesela, hozir o'zingizni egrilik tiklatibsiz, navoiychilik siz bu bir yaxshi kasb hozir hamma odam shu nonga muhtoj-ku, mesela uylarda hozir non yoqmaydi tilisi, sizning oldingizga chiqaraq berib qoladi degandek. Sizning shu navoiylik qilgan mush kasbingizdan men faxrlandim. Rahmet. Ben yaxşı görünen tiptik balla hem özünü toxtatqan, hem kuyumcan, samimi, rastçıl bolsa, ben şunda ballarını yaxşı görünen. Ben yaxşı gördüğüm balla özünü tutuvağan, qabiliyetlik, pakiz, ondan ətir çetişini yaxşı gördüğün, samimi bolğan, meni düşündüğün, hem yaxşı gördüğüm ballarını yaxşı görmən. Ben yaxşı gördüğüm ballarını tirişçamiz gerek, çoxum tirişçamiz gerek, en birisiga kuyumcamiz gerek. Pakiz bo'lish kerak. Savolga naq javob bermagani kim o desanglar Farg'ona. Farg'ona Necatning kasbidan faxrlandi ekan. Navoiychilik kasbiga hurmat bilan qaraydi ekan. Xo'sh, o'zingiz-chi kelgusi yigit bo'lgan ehtiyojingizni demidingiz-ku? Ma'osiz kasbda bo'lsa, naqshi bo'lsa demsiz? Onundan keyin pakiz bo'lsa, shundoq deb qarayman. Ko'ngilda bir gap bor. Bay olmoqchi bo'lsang, navoiy bo'l. Bo'lmasa navoiyga teg deydi. Shuni haqini o'zingizlar bilasizlar. Bizning programmamizga ikkinchi qitim navoiychilik kasbi bilan shug'ullanadigan siz keldingiz. Oldingi sonda yana bir yigit kelgan, u navoiychilik kasbi bilan shug'ullanadi. Lekin aksicha u eng oxirida o'zi uchun chiroq saqlab qolgan qizni rad qilib sahnamizdan ayrilgan. Balkim o'ylig'ini bo'lsa kerak deb biz uni hurmat qilgan. Endi bugun natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sizning boshdan oxir o'zingizga bo'lgan ishonch bilan qizlar kasbingizni hurmatlaydiganligini aytdi-ku. Dadillik bilan savollarni so'rab tursangiz ekan deymiz. Men o'ylayman bu hayotda hurmatlanmaslik tegishlik ish qila oladigan turib yetib oldiganlar hurmatlanishga tegishlik emas. Hurmatlanmasak ham bo'ladi.
Lekin kuch mag'durning barida mayli nemish qilsin, hayotning neg'izini chaqqanlar hurmatlanishga tegishlik. To'g'ri kasb bilan shug'ullanganlar hurmatlanishga tegishlik. 6 numarasini so'rab qo'ysiz, siz nima kasb qilasiz? Men san'at kasbi bilan shug'ullanaman. Usul o'ynaydigan, naqsh aytilgan degandek. Shunga yaqin kelamsiz? Usul o'ynab boqamdoq. Voy. O'ynashib qolasiz. Mana. Usul o'ynalayman men. Mana sal tushib turayamsa, boshanglar. Şok usul o'ynayman. Mo'shu meni yeng'alsangiz chiroq saqlab qolaman, yeng'almasangiz amal yo'q o'jir uydaman. Ma gap bo'ldi. Bo'ldi, chataq yo'q. Sizlar baho bersizlar? Bo'ldi, biz baho beramiz. Nijat vujudingdagi yushirinib qolgan o'tlini, tushundingmi? To'noq aylanib bo'lgansan. Muzika. Nan yakkan Dungzu oğlum işte, nan yakkan. Hey, nan yakkan Dungzu. Hey. Bak kiyinishim de yaxshi chiqmay qoldi. Usulga tas kelmaydigan o'xshamamiz qaraganda shu. Ya bo'ldi, ay. Qizg'irliq. Nijat qanday? Voy. Yirketdingizmi? Yirketdim degan gap, yengildim degan gap. Yengildim gapmi? Yengildingizmi, yengdingizmi? Yengilmadim, o'tir qoldim. Ma'qul. Ay, bu xizmatchi xodimlar sizlarga qiziq. Naqsh qo'yib beringlar, to'y naqshisidan birini qo'yib yotdinglar-ku. To'y qiz bilan to'y yigit o'ynagandeklar o'ynayapti ya. Rahmat chiqqanlarga. Ay, Nijat, siz qanday nonlarni yaqsiz? Men girda, zag'ira, maynan, to'qash. Ha. Zumanan degandek ashtaq nonlarni. Nonning har xil turlarini yaqalaysiz demakdan, ha? A to'niringiz short to'nimi, hozir temir to'nimi? Hozir temir to'ni, tok. Tokliq to'ni. Kunda necha soat xizmat qilasiz? 8 soat. 3-numaradan so'rab qo'yay. Masalan, oy tutgan vaqtida qanday bo'ldi, baxtli bo'ldi. Qanday bo'lgan joyda baxtsiz bo'ldi, shuni so'rab qo'yay. Qanday baxtsiz bo'ldi? Yomon yaxshi savol so'radim. Qanday baxtsiz bo'ldi degan savol javob berib baqma. Endi men to'y qilib boqmagandan keyin turmushdan keyin ishlarni hozir bilmayman-ku. Farzimda endi shu to'ydan keyingi turmushda baxtsiz bo'lib qolishning birdan-bir omili ikki tarafning ko'ngli bo'linib ketishdan kelamdiki deyman. Bu sababli hamda bolalarmi o'tirliqda jiq aroziga uchraydi ekan-ku, dil azori bo'ldi ekan. Ondan keyin urug' tuqqanlar ota-onalar ichidami shu ko'ngil bo'linib ketish sababidan endi jiq ko'ngil og'riqlari kelib chiqadi ekan. Ularning ko'nglini og'irtadi ekanmiz. O'zimiz bilanlik ketmaydi ekan. Shuningga nisbatan aytib ketgani shu bir oiladagi eng chong baxtsizlik mayli er taraf bo'lsin, mayli ayol taraf bo'lsin, o'tirliqdagi shu ko'ngilning uchinchi bir odamga bo'linib ketish sababli deb o'ylayman. Demisimi? Mayli nima kasb bilan shug'ullanayli, mayli oilada ota bo'layli yoki ona bo'layli, er bo'layli, ayol bo'layli. Navoy o'zi yaqqan nonga yuz kelalasa, ayol to'shik pishida o'zi atgan tomoqqa yuz kelalasa, farzandga yuzlanganida onalik salohiyatga yuz kelalasa, erga yuzlanganda ayollik nazokatga yuz kelalasa, turmush baxtli bo'lib ketadi. Qanday dedim Nijat? To'g'ri. Birinchi vaqt so'rab qo'yay. Tomoq yeyishni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman.
Masalan, Adet özüm öy tamaq etib yeyishni yaxshi ko'raman. Sirtning tamoqlarini ancha bek yaxshi ko'rib ketdim. O'zingiz yolg'izmi tamoq etasiz? Etaman. Davos o'zgachikinsiz. Uyning tamoqini yegim kelib qolsa o'zim etib yeb. O'zingizdan tamoq o'zingizga yaramdi. Yaraydi. 4-yumurlaqdan so'rab qo'y. To'yga vaqtida mishaq turishni yaxshi ko'ramsiz yo o'ljaga ketishni yaxshi ko'ramsiz? O'zingiz nerede turasiz? Mening endi yo'ldoshim bo'lgan odam. Nerede bo'lsa men shu yerda turishga rozi. Yig'lab boqqanmi? Menmi? Yig'lab boqqan. Masalan, qaydan vaqtda yig'lab boqqan? Piyoz aqlagan pek yig'lab boqqan deydi. Boshqa vaqtda yig'lab boqqan deydi. Ben şimdi siz qanday tamoqlarni yaxshi ko'rasiz? Masalan, Polo. polo. Polodan başqa mı tamoqni yaxshi ko'rmayman. Polodan boshqa nima tamoq yaxshi ko'rmaysiz? Pologa vaqtiyam yaxshi. Poloni yaxshi ko'rasiz? Men eng uch ko'raman. Polodan boshqa tamoqni yaxshi ko'rmaysiz. Bu bo'ldi ekan-a? Bo'ldi ekan deysiz, o'zingiz yaxshi ko'rmaydi ekansiz. Men o'zim yaxshi ko'raman, poloni ajab ketmaydi. Nima tamoq yaxshi ko'rasiz? Men lag'man. Ha, suyruqmi, guyruq? Lag'man bo'lsa suyruq bo'lsa bo'lardi. Ha. Andan keyin chuchura. Chuchura. Andan keyin bunda cho'p degan narin degan tamoqlarni yaxshi ko'raman. Qo'rimagan tamoqlarni ko'proq yaxshi ko'rgansiz, a? Narin, chuchura deganga qaraganda. Sen masalan shu to'y qilib qolsang, tizlab baliq bo'lishni orzu qilamsa yoki bundaq bir kichik turibroq o'ylamsan yoki balig'i masalan balam bo'lsin degan bundaq orzu kuchliqmi demakchi. Masalan ba'zi odamlar balini yaxshi ko'rganlik uchun ishtik to'y qildi balam bo'lsin debchi. Balni yaxshi ko'rman. Ko'nglimdan bek aldirab ketmay. Endi o'zimizning bir ishni qilib aldirab o'zimizni bir qandil. Sen to'y qilding, tug'utda ayolin qizlandi, doktor dedi, balini saqlab qolamdiq yoki anasinimi deb anda bo'lib qoldi ba'zida. Shu vaqtda qaysini tanlaysan? Anasini tanlayman. Mishqa. Endi bal deganning endi tepag'in bo'ladi. Endi anasini topqin bo'lmaydi deganda-chi. Boshqa qayta bir to'y qilish ishlar keladi degan. Anasini saqlab qilish kerak. Tanlaysan, shunaqmi? Ma'lum bir ayol qarang Nijat, ajrashib ketib qopti. Ma ajrashgan vaqtda balani o'zi ip qopti. Ya'ni sotning buyurishi bilan bala erga taalluq bo'libdi. Beqish huquqini o'z ustiga olibdi. Bir kunlarda bu ayoldan beqish haqqi talab qilsa, ama ayol nima debdi desangiz, "Voy sen bir kishi-ku. Ayol kishidan beqish haqqi talab qilatdingmi? O'zing baq, pulni o'zing top" debdi. Haypatigilda to'g'rimi shu? Münasebetlik kanun belgelemlerine asaslanganda, ayol ajrashganda balını meyli apı taraf baksın, yoki dadı taraf baksın, şu ata-ananın şu farzandini beqish, tarbiyalash ve qo'g'dash huquqi ve mecburiyeti bo'ladi deb aniq belgilangan. Endi bundan shuni ko'rishga bo'ladi, bu yerda şu bu hazır ahvalda deyilganda, endi bu ayol ajrashib ketganda bala dadıdan beqish tarbiyasiga qoldirilibdi. Bir necha vaqt o'tgandan keyin endi bu bala da'vogar bo'lib, dadis qonuniy vasi bo'lib, bu apsi tarafdan şu beqilish haqqi talab qilsa, bu apı taraf sen dadisi bo'lganken sen baq, men beqish haqqi bermayman, hem talab qilish huquqing yo'q degan fikrining qonun asosi yo'q. Balani bevosita boqmaydigan taraf shu bolaga qarata beqilish haqqi berish orqali o'zininki majburiyatini ado qiladi. Shuningga shu ayol taraf beqilish haqqi berish kerak. Shu er tarafdanki shu balani da'vogar qilib o'zi qonuniy vasiysi bo'lib sudga arz qilgani bu to'g'ri. Endi bu yerda uningki arz qilish huquqi bor. Qarshi taraf, ayol taraf endi shu men ayol taraf baliq beqish haqqi bermayman deb bu beqish haqqi bermaslikda fikrda chang turishdan asosi yo'q. Beqish haqqi berish kerak. Balani er taraf beqib tarbiyalasa, ayol taraf baliqqa beqish haqqi bermasin bo'ladi degan qarash xato. Buning hech qanday qonun asosi yo'q. Nijat.
Balkim siz uchirtishga tegishli, sizni uchirtishga tegishli qiz bu yerda bordi yoki yo'qdi. Biz bir ko'rib boqaylik. Qizlar 3 2 Nejat. Balkim siz uchirtishga tegishli, sizni uchirtishga tegishli qiz bu yerda bordi yoki yo'qdi. Biz bir ko'rib boqaylik. Qizlar 3 2 1 Yo'q o'xshamamda qaraganda bu sahnada. O'chirib yetibdi. Albatta, ishimay chiqsiq. Hech qisi yo'qmi? Kasbingizga utuq yor bo'lsin, salomatligingizga diqqat qiling. Eng muhimi xush xabaringizni patroq anglasak deymiz. Agar xohlasangiz elchi sahnasiga yana qadam bossangiz bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat Nijat. Bo'ldi. Rahmat. Xayr xo'sh. Ali ma'lum bilan bizim bormiz Navoiyxonga. Bo'ldi, bo'ldi. Kutdim. Maqam. Xo'shamsa. Xo'sh. Men Esperanto klub shundan xush bo'ldim. Qizlar chiroyli uchratgan bo'lsa-mu, hech qanday umidlanmadim. Fursat bo'lsa yana qaytib chiqishni umid qilaman. Mungdash tanlamoqchi bo'lsang, so'zi yiqishli kishilarni tanla deydi. Sherik tanlamoqchi bo'lsang, so'zi mustahkam odamni tanla deydi. Chunki ishlar barakatli bo'ladi ekan. Hamda umrlik jip tanlashqa, qalbimi go'zal, so'zimi go'zal odamni tanlasang, texim mahkam bo'lasan deydi ekanda cho'nglar. Demek şunun qaraganda, men kuzatishimcha, so'zi go'zal, qalbi go'zal qizlar bizning elchi sahnasida bor. Albatta shuningga o'xshash yigitlarmi patpat sahnamizdan o'rin eliyotdi, o'ziga loyiq kelgan qizlarni elib tushib ketyotdi va yoki o'zi loyiq ko'rmagan bo'lsa sahnamizdan quruq qo'l ayrilyotdi degandek. Mayli qanday qilib bo'lmasin, programmamiz ko'ngillarni shad etish uchun, xotirjam qilish uchun yo'l qo'yildi. Cho'nglarning orzusi farzandlarning baxtli bo'lishi, yoshlarning orzusi mustahkam oila qurish. Bu jihatda ko'rik bo'layotgani dal bizning elchi programmasi. Programmamizning tajidorligini Xinjiang o'z uchun yemak-ichmak ishlab chiqarish shakli shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizning G'ulja Gultaj yemaklik ishlab chiqarish shakli shirkati alohida talab qilgan. Berganaz Gulganaz Gulgibar markalari bilan tanilgan Xinjiang Berganaz xalqaro savdo shakli shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Qizlar quruq qo'l qaytmanglar. Berganaz xalqaro savdo shakli shirkati sizlarga ko'ngil sovg'a hadiya qilmoqchi ekan. Xinjiang Dilbahar savdo shakli shirkati Sofiyana yurishlik kirim buyumlarini sovg'atliq ilib kelibdi. Qiyniy qabul qilinglar qizlar. Tinglab turdim elchilarning barg'inini. Ko'plab Programmamizni Xinjiang kamera madaniyat tarqatish shakli shirkati ajri bilan ishlagan. Agar programmamizni har hafta uzildirmay ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi ishkilik ko'rni skanerlash orqali kamera achchiqini qaytib elanglar. Her haftanın ma'lum bir kuni ishigingizni biz chekimiz, bizning ismimiz Elchi. Biz sizlarga xo'shallik ato qilg'ili uyinglargacha boramiz. Biz bilan yuz ko'rishni unutib qolmaysizlar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.